Peygamberimiz ata-onasidan kichik ayrilib yetim qolgan bo'lsa-mu, uni Alloh taolo o'zi tarbiyalagan va bu kamolatga yetkazgan. Payg'ambar alayhisalom o'zi to'g'riliq meni Robbim eng mukammal tarbiyaladi degan. Bu hadis Muttaqining Kanzul Ummal nomli asrining 31895-hadisida shunday kelgan. Xo'sh, endi yetimni xo'rlash cho'ng gunohdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda fa ammal yatima fala taqhar, ya'ni yetimni xorlama degan. Sura Zuha 9-oyat. Yetimni xo'rlash, uni urush, haqoratlash, masxira qilish, past ko'rish, ko'zga ilmaslik, och qo'yish, hissiyotini kamsitish, kuchi yetmaydigan ishga zo'rlash, yomon ishlarga buyurish, o'z bolalaridan ayrim muomala qilish qatorliqlarni ifodalaydi. Alloh taolo yetimlarni xo'rlaganlarni dinni inkor qilganlar qatorida ayiblagan. Nima degan? Ara'aytallazi yukazzibu bid-din fazalikallazi yad'ul yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya'ni dinni inkor qilgan odamni ko'rdingmi? U yetimni dushkalaydi, yo'qsulga taom berishni targ'ib qilmaydi deydi. Allohu akbar. Allah saqlasin. Sura Maunning 1-oyatidan 3-oyatigacha. Xo'sh, endi yetimni boqqanning mukofoti. Bizning ulgimiz va yo'lboshchimiz Hazrati Muhammad alayhissalom yetimlarning beshini silashda, boshqalarni shundoq qilishga targ'ib qilishda eng oldingilardan edi. Payg'ambar alayhissalom qalbining qattiqligidan shikoyat qilib kelgan bir odamga mundaq degan: "Sen qalbingning yumishishini va bu hojatingning ravo bo'lishini xohlamsan. Undaqda yetimlarga shafqat qil. Ularga o'zing yeydigan taomdan yegizgin. Shu vaqtda qalbing yumshaydi va hojating ravo bo'ladi" degan Payg'ambar alayhisalom. Bu hadis Abu Naimning Hilyatul Awliya nomli asarining 3679-hadisi. Shundaqla Tabaranimu Al-Mu'jamul Awsat nomli hadis to'plamida rivoyat qilgan hadis. Chunki har kim o'zining bolalarini o'ylasa, bolalarini shu chorasiz va qanotsiz qolgan yetim bolalarni o'rnida qo'ysa, albatta uning tashdaq ketib ketgan qalbi yumshaydi, ko'ngli sunidi va ich og'irtish hissiyotiga keladi, yordam qilishga bel bog'laydi. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda mushu nuqtani maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan yetimlarga mehr shafqat ko'rsatish va ularning hojatlarini ravo qilishning qalblarining yumishishiga va hojatlarining ravo bo'lishiga turtki bo'lishidagi sabab bu ishning Alloh taoloni eng ko'p mamnun qildigan xolisona ibodat bo'lganligidan bo'lsa kerak. Chunki yetimlar qanotlari sunganlikdan ucholmagan qushlarga o'xshash parishon, ko'ngli sunuq, chorasiz qolganlikdan birovlarning hissdoshlik qilishiga va hojatlarini ravo qilib berishiga nihoyat ehtiyojlidir. Xalqimizda otasi borning tig'i bor, otasi yo'qning dig'i bor deydigan tamsil bor. Chunki yetimning qalbida tugmas bitmas tig'i bo'ladi. Buni yetim bo'lmaganlar bilmaydi. Jamiyatda ish chog'irtishga tegishlik biri bo'lsa, u dal yetim bolalardir. Xo'sh, endi yetimni boqqan ayol onaning o'rnida degan mavzu. Onalik Alloh taolo ayollarga ato qilgan shundoq ulug' bir xislatki, butun dunyoning erlari birlashibmi bu xislatga erisha olmaydi va haqiqiy ma'nida onalik qila olmaydi. Bu xislat bola tuqqan ayollarga xos bo'lmasdan, balki butun ayol jinsiga o'rtaq xislatdir. Ko'ryotimizki, bola tug'ib boqmagan ba'zi ayollarmi beqib olgan bolalarini yoki o'gay bolalarini bag'riga besishda, ularga onalik mehrini berishda bolalarning o'z onalariga o'xshash bo'la oladi. Gohida o'z onalaridan eshib ketadi. Musa alayhisalomni beqib cho'ng qilgan ona Fir'avnning ayoli Osiya bo'lib, u dunyodagi ayollarning eng yaxshisi bo'lish sifati bilan Qur'oni Karimda tilga olingan. Islom tarixida o'tgan katta o'limalardan va insoniyat uchun unutilmas xizmatlarni ko'rsatgan mashhur shaxslardan nurg'unlagan kishilar o'gay yoki beqib olgan onalarning qo'lida o'sib yetilgan. Demakchimizki, o'zi tug'magan ayollarmi tarbiyasiga kelgan bolalarni shundoq yaxshi yetishtirib chiqa oladi. Chunki Alloh taolo onalarning qalbiga selib etgan bu tangdossiz mehr shafqat ularni ixtiyoriy va ixtiyorsiz shundoq qildirdi. Beqib olingan bolalarmi shu oiladagi onani o'z onasiga o'xshash ko'rishi va ota-onaga qilishga tegishlik hurmat ehtirom bilan itoatchanlikni voyaga yetkazishi kerak. Uyg'ur jamiyatidagi fojialardan bir o'rnak. Hozirgi Uyg'ur jamiyatimizda xalqimiz isrofchilikda haddidan eshib ketgan
Hatto ba'zilar pul xashlashning o'rnini topolmay avara bo'lmoqda. Restoranlarimiz isrofchilikning manbasi, to'y to'kinlarimiz buzib ketishning fursati bo'lib qolmoqda. Taqvodorlarimiz yoki o'zlarini taqvodor qilib ko'rsatayotganlar takror haj qilish yo'lida 100 minglarcha pulni sarf qiladi. To'g'ri, qudrati yetgan musulmon odamning umri ichida bir qatim haj farzini ado qilishi farz. Ammo takror haj qilish nafli ibodatlar qatoridan sanaldi. Nafli ibodatlar hargiz farzlarning oldiga qo'yilmaydi. Nafli ibodatlar uchun farzga o'xshash savobmi yozilmaydi. Holbuki jamiyatdagi yetimlarning holidan xabar olish, ularning turmush va o'qish chiqimlarini ko'tarish shu jamiyatdagi qo'l ilkida borlar uchun farz bo'layotgan yerda bundaq zarur bo'lgan bir ijtimoiy farzni qayirib qo'yib, farz bo'lmagan takror haj va takror umrini qilishga shunchalik ko'p pul xarajat qilish hargiz mutaqvolikdan emas, balki yo riyokorlik yoki bilimsizlikdir. Rivoyat qilinishicha, Alloma Abdulloh ibn Muborak haj safariga chiqib, yo'lning yerimiga kelganda yo'l bo'yida ochliqdan qiynalib yotgan yo'qsillarni ko'rib, "Bo'ldi, men haj qilib bo'ldim. Hajga otganlarimni shu yo'qsillarga otidim" deb pul mollarini ularga berib etib qaytib ketgan ekan. Mana bu haqiqiy musulmonlik. Mana bu taqvolik, mana bu mas'uliyatchanlik. Abdulloh ibn Muborak kim desak, Hijriyaning 118-yili tug'ilib, 181-yili vafot topgan qadimki Xorasonning Marva shahrida dunyoga kelgan. Taqvodorligi, din ham dunyolik mo'l bilimi bilan tunilgan mashhur bir zohid odam. Shundaqla Az-Zuhud nomli mashhur asarni yozgan mujtahid olim Abdulloh ibn Muborak. Halolning hisobi, haromning azobi bor. O'zining urug' tuqqanlari yoki qo'shnilari yoki mahallasidagilar ichida bolalarni o'qitish, davolanish va boshqa ehtiyojlari sababli pulga zarur ehtiyojli bo'lganlarning yoki qorilikda va boshqa diniy ilmlarda o'qiyotgan ham o'qitayotganlarning holidan xabar olmasdan, xuddi jamiyatda iqtisod bilan qilinadigan yaxshilik yo'llari tugab qolgandek, topgan pulini takror haj, takror umri qilish uchun sarf qilayotganlar Alloh taolaning oldida qanday javob berar? Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Qiyomat maydoniga bandaning qadami qo'yilgan hamon 4 narsadan so'riladi. Umrini nima bilan tugatganligidan, yoshligini nima bilan o'tkazganligidan, pul melini nadin tepib naga ishlatganligidan, o'rgangan bilimi bilan qanday ishlarni qilganligidan. Bu hadis Imom Termizida kelgan. Qiyomat kuni Alloh taolo bizdan topgan pulni naga xarajat qilding deb so'rasa, biz takror haj qilishga deb javob bersak, Alloh taolo bizdan ustundagi ijtimoiy farzlarni bilmadingmi? Paloni qo'shningning yoki paloni tuqqaningning iqtisodga zarur ehtiyojli ekanligini bilatding-ku. Nimishqa bu farzni ado qilmay, nafliga esilib olding deb so'ramasmi? Bu savolga biz nima deb javob bermoqchi? Ba'zilar deyishi mumkin, topgan pulini harom yo'llarga, kechiliklardagi ranglik o'ltirishlarga va har turli isrofchilikqa chiqim qildiganlar son sanoqsiz turib, nafli bo'lsa-mu ibodat uchun pul sarf qilganlarga bunchalik koyib ketishning nima hojati? Deymizki, topgan pulini harom yo'llarga sarf qildiganlar va isrof qildiganlar qilmishlarining jazosini bu dunyo va oxiratda cho'qim tortadi. U boshqa bir jinoyat. Uni so'zlashning o'rni boshqa mavzuda bo'ladi. Ammo biz ibodat nomi bilan sodir qilinayotgan isrofchilik haqida to'xtalyapmiz. Hamda ko'proq yaxshi amal qilib savob izlayotgan qarindoshlarga so'zlayapmiz. Buningdan maqsad birovlarni ayiblash emas, balki avval nima qilish kerakligini va savob qozonishning eng kapolatlik yo'lini tushuntirishdir. Ba'zilar deyishi mumkin, biz yetimlarni boqiyotimiz, qayta hajni qilyapmiz. Chunki pulimiz hammaga yetadi-ku. Deymizki, siz hamma yetimlarni beqiyotamiz. Yoki jamiyatda yetim tugab qoldimi? Yoki boshqa ijtimoiy farz yo'qmi? Yoki naflini farzdan a'lo ko'rishga dalilingiz bormi? Rostilla savob izlagan odam albatta savobi ko'p bo'ladigan amallarga oldiraydi. Farzlarni naflining oldiga qo'ymaydi. Haramga kelgan odam savobni xuddi tog'orga mol qochilganda qochilab elib ketadi deydigan gap yo'q. Savob Alloh taolaning qo'lida. Alloh taolo uni avval kishilarning niyatiga va qilgan amallarining darajasiga qarab beradi. Yana nurg'un kishilar badal haj qildiramiz deb pul xarajat qiladi. Ammo ko'zimiz bilan ko'ryapmizki, ularning avatgan pullari Makkadagi badal haj tijoratchilarining qo'liga tushib ketadi. Men o'zim bevosita tekshirish elib bordim. Badal haj qilamiz deb kishilardan pul olganlarning mutlaq ko'p sonligi
bedel hajni qilmaydi. Chunki ularning har biri 50-60 odamning bedel haj pulini yig'adi. Bir odam bunchalik ko'p kishining haj bedelini qanday qilib bo'lsin? Shunga ularning ishidagi tapmi halol qilish orqali kishilarni qoyil qildiganlar algan bedel haj pulining intayin az miqdorini Bengallik yoki Afrikalik ishchilarga topshirdi. Ondan ular bedel haj qilamiz deb qo'yib yo'qab ketdi. Oxirida kitobxonlardan 2 riyalga birardan haj bedel shahodatini setib olib, o'zlari xohlagancha ismlarini yozib, uni to'ldirib chiqadi va pul berganlarga topshirdi. Ular vatanga qaytganda palani hojim bo'ldi deb e'lon qildi xolos. Bu to'g'risida Abdurning bedel haj tijoratining haromligi haqida ochiq so'z nomli kitobiga qaralsin. Ammo o'zining ota-onasi, tuqqanlari va tunishlari, hatto yot kishilar uchunmi pul olsimi elib, haqiqiy yo'sinda bedel haj qildigan ayrim shaxslar buningdan mustasnodir. Chunki bularning qilg'ini biz da'vatgan xato holdagi bedel haj tijoratiga yetmaydi. Yetimning beshini silashning yo'llari. Jamiyatdagi yetimlarning holidan xabar olish va beshini silashning yo'llari ko'p. Masalan, birinchi qo'l ilkida bor oilalar mahallasidan yoki tuqqanlari orasidan birardan yetim bolani bola qilib beqib olish va uni o'z bolasidek tarbiyalab, o'qitib, jamiyatga, musulmonlarga foydali iymon va axloqli bir inson qilib chiqish. Mana bularni qilish payg'ambar alayhissalom bilan jannatlarda birga bo'lishni xohlaydigan musulmon uchun qiyin emas. Ikkinchi, yetim bolalar uchun ma'lum miqdorda oylik pul to'xtatib qo'yib, ularni cho'ng bo'lib, o'z ehtiyojidan o'zi chiqa oladigan bo'lg'uchilik ta'minlab turish. Arab va islom mamlakatlarida yetimlarni kafolatlantirish nomi ostida ko'plagan jamiyatlar bor. Ular yetimlarga yordam qilmoqchi bo'lganlarni tizimlab, ulardan oylik yordam to'playdi va yetimlarga har oyda yetkazib beradi. Ona vatanda bunday qilish mumkin bo'lmasa-mu, shaxslar o'z oldiga birardan yoki ko'proq yetim bolaning chiqimlarini ko'tarsa bo'ladi. Uchinchi, oliy maktablarga o'qishga kirish uchun jiddiy iqtisodga muhtoj bo'lgan yetimlarning o'qish chiqimlarini ko'tarish. To'rtinchi, yetimlar bor oilaga naqd pul yoki yemak-ichmak, kiyim-kechak qatorliq turmush ehtiyojlarini yetkazib berish. Beshinchi, diniy madrasalarda o'qiyotgan yetim taliblarning barliq chiqimlarini ko'tarish. 6. Cho'ng yordamlarni qila olmaydiganlarning mahalladagi yetim bolalarni haftada bir qatim, bo'lmaganda oyda bir qatim bo'lsa-mu uyiga chaqirib tamoqlantirish, kiyim-kechaklarni yangilab qo'yishi bu yetimning beshini sinashdagi eng oddiy talab. Oxirida deymizki, payg'ambar alayhissalomning sening sababing bilan Alloh taolo bir kishini hidoyat qilsa, bu sening uchun dunyo va uningdagi butun narsalardan yaxshidir degan so'zining ruhi bilan aytganda, bir yetim bolani beqib, tarbiyalab, o'qitib, insoniyatga, jumladan musulmonlarga manfaatlik, yaramliq bir musulmon inson qilib chiqishning naqadar ulug' va katta amal ibodat ekanligini so'z bilan bayon qilishga kuchimiz ojizlik qiladi. Buningdan savobli ish bormi? Hurmatli qadrli qarindoshlar, shunda qilib bugungi farzandlarimizni qanday tarbiyaleymiz mavzuliq kitobimizning 3-soni mush yerda oxirlashdi inshaalloh. Yana bir qatimliq suhbatda uchrashgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.